Hurmatli aziz mehribon vatandoshlar, assalomu alaykum. Mana bugungi kunda Boysun rayonining Boysun Bahorining omonxona qishlog'ida o'rtoqlar Boysun Bahor ko'pkarisi bo'layapti. U ot bilan bu yerda futbol ham bo'layapti. Futbol tamom bo'lgandan keyin Qarabsizga ko'pkarini boshlaydi. Mana o'z ko'zingiz bilan ko'ring. O'rtoqlar, video qilish mendan, xulosa sizdan. Lekin lak bilan pastga bosishni unutmanglar. Mana bugungi kunda Boysun Bahorining omonxonada ko'pkarisiga qanaqa butun xalqimiz kelgan. Mana viloyatlardan otlar bir şey demek. Viloyatlardan, rayonlardan, tumanlardan xalqimiz kelib, ko'pkari qanday Boysun Bahori qanday o'tdi aka? Boysun Bahori jo'ra tepa yaxshi mana mehmonlarimiz kelgan. O'rtoqlar, Qarabsizga tog'da qorga qarang, manzaraga qarang. Mana o'z ko'zingizdan keling. O'rtoqlar, O'zbekistonimizda Boysunda o'rtoqlar Sochi. Boysun rayoni Sochidan ham o'tib ketgan. Bu yoqda qorga qarang, manzaraga qarang. Bunga qarang, manzaraga qarang o'rtoqlar. Mana bu yerda ko'pkari bo'ladigan joyimiz omonxonada. Hurmatli aziz mehribon vatandoshlar, assalomu alaykum. Mana bugungi kunda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida Boysun Bahori bo'layapti. Boysun Bahorida omonxonada o'rtoqlar ko'pkari bo'layapti. Bugun Boysun Bahorining 5-kuni. 5-kuni ko'pkari bo'layapti. Ko'pkari bo'lishdan oldin bir futbol degan ochilish marosimi bo'ladi. Mana ko'parichi chavag'alarim o'zining mahoratini ko'rsatib, ikki tomonlama otlar bilan birgalikda ular ayirib futbolda futbol degani ikkita ko'rsa bu varatar bo'ladi. Narxi tomon jamoa bitta, bu tomon jamoa. Qaysi chavanda ayirsa shu ko'rsaning ichiga olib kelsa g'olib bo'ladi. Shuning uchun video olish mendan, xulosa sizdan. Lekinda lak bilan mana chavag'anlarga patiska qilib lak bosishni unutmang. Mana ketdi. Ko'tarildi o'rtoqlar. Ko'tarildi. Oq otni ayirdi. Hadi. Hay. Halol bo'ldi. Qaysiriyan. Sho'rchi tuman g'olib bo'ldi o'rtoqlar. Sho'rchi tumaning chavag'ani g'olib bo'ldi.